16 iyun 2026 yıl Rossiyaning mag'lubiyatlari Suriyada, Liviyada, Venesuelada, bir qancha Afrika mamlakatlarida, Moldovada, Ozarbayjonda, Armanistonda mag'lubiyatga uchradi. Erondagi kelishuvlarga aralashtirilmadi. Ukrainadan yegan zarbalaridan 20-30 yil o'ziga kelolmaydi. Oxirgi hal qiluvchi nokaut zarbasini turkistonliklar beradi. Shuning bilan Rossiyaning oyoq qo'li qirqilib, bosqinchilik o'yinlariga chek qo'yiladi. Bugunga shular Turkiston ittifoqini qurish va uning ravnaqini ko'rish barchamizga nasib etsin. Ko'rishguncha xayr.